Hurmatli kuzatuvchilar, hozir mana yana bitta bemorimiz. Men rostini aytsam, qilgan ishimga o'zim xursand bo'laman-da. Qarangda, bu kishi o'sha yuraklari doim tez yurgan, ko'p joylarga lecheniya olganlar, lekin foydasi bo'lmay, necha kunda yaxshi bo'ldik? 2 kunda. 2 kunda yaxshi bo'ldik. Bu holamni demoqchimanki, nima uchun chiqaryapman? Ya'ni bu yoshda yurak tez urishi ko'pincha bo'qoq kasalligida bu. Demak, bo'qoq kasalligini bizlar olib tashladik. Bu tashxisni ko'pincha yurak qon tomir kasalligi bilan bo'lishi mumkin. Yurak EKGlari hammasi mana bu yurakni echo qilganimda hammasi toza chiqdi va oxirgisi anemiya bo'lishi mumkin dedik. Anemiya, gemoglobinlari ham yaxshi va oxiri shunaqa qarorga keldik. Ya'ni yuraklari 140, 150, 160 tagacha urardi. Demak, bu kishida o'sha yurak ritmi buzilishi bilan kelib chiqqan kasallik rivojlandi. Shuning uchun ham bizlar o'sha kasallikni tochkasiga dorini qilganimizdan keyin bemorimizda 2 kunda rezultat bo'ldi. O'zingiz nima deysiz, opajonim? Albatta, rahmat sizga. 2 kunda men juda yaxshi bo'ldim. Men anchadan beri mana shu yurakdagi muammo bilan davolanib kelar edim. Hech ham foydasini ko'rganim yo'q edi. Bu kishiga yo'naltirdi, terapevtga yo'naltirdi meni, Safiyaxonga. Albatta, men bu kishiga rahmat deyman. Men chunki 2 kunda juda ham yaxshi qilib davolab berdi. Men juda ham minnatdorman, rahmat. Agarda kimda muammo bo'lsa yurakdan, terapevt Safiyaxonga uchrashishni tavsiya qilaman. Rahmat. Mayli, opajon, men ham xursandman yaxshi bo'lgansiz. Chin ko'ngildan xursandman. Men ham rahmat.